Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi sizlar bilan o'tadigan ma'ruzamiz mavzusi bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishini tekshirish va baholash haqida bo'lib o'tadi. Bugungi ma'ruzamizda ko'rib chiqiladigan asosiy savollar: birinchi, bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishi haqida tushunchaga ega bo'lish. Ikkinchi savol: bolalar aholining salomatligi hamda salomatlik guruhlari to'g'risida to'xtalib o'tish. Uchinchi savolimiz akseleratsiya va akseleratsiya muammolari haqida bugungi ma'ruzamizda to'xtalib o'tamiz. Jismoniy rivojlanish salomatlikning yetakchi belgilaridan biri hisoblanadi. Salomatlikning boshqa ko'rsatkichlari jismoniy rivojlanish darajasiga bog'liq. Bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishi morfologik va funksional xususiyatlar hamda sifatlarning, shuningdek, biologik rivojlanish darajasi, biologik yosh holati tushuniladi. Bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishi morfologik va funksional xususiyatlar va biologik rivojlanish darajasi, biologik yosh holati bu bola hayotining har bir davrida jismoniy rivojlanishi, bu bola organizmining erishilgan biologik rivojlanish yoshi va ish qobiliyatining tavsiflovchi morfofunksional xususiyatlari majmuasi, ya'ni yig'indisi bo'lib hisoblanadi. Jismoniy rivojlanish bola organizmi tana o'lchamlarining, tana tuzilishi, tashqi ko'rinishi, mushak kuchi va ish qobiliyatining yoshga bog'liq holda o'zgarish jarayoni sifatida tushuniladi. Jismoniy rivojlanishni o'rganish davomida ko'krak qafasi, orqa tovon, qad-qomatning shakli, mushaklar holati, yog'larning yig'ilishi, teri elastikligi, jinsiy rivojlanish somatoskopik ko'rsatkichlarga kiradi. O'pkaning tiriklik sig'imi esa qo'lkafning siqish kuchi funksional fiziometrik ko'rsatkichlarga kiradi. Jismoniy rivojlanishni o'rganishda asosiy qo'llanuvchi somatometrik ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Tananing uzunligi, massasi, ya'ni og'irligi hamda ko'krak qafasi aylanasida foydalaniladi. 1948-yilda Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti salomatlikning quyidagi ta'rifini qabul qildi. Salomatlik bu faqatgina kasalliklar va shikastlanishlarning yo'qligi emas, balki butun tananing, qalbning barqarorligi va ijtimoiy barqarorlik holatidir deb aytilgan. Gigiyenistlar ko'pchilik holatlarda quyidagi ta'rifdan foydalanishadi. Salomatlik odam organizmining shunday holatiki, uning organ va sistemalarining funksiyalari tashqi muhit bilan muvozanatlashgan bo'ladi va hech qanday kasallik bilan bog'liq o'zgarishlar bo'lmaydi. Bolalar aholisining salomatligi individlar salomatligidan tashkil topgan, lekin u yig'indi sifatida ham ijtimoiy gigiyena sohasidagi mutaxassislar ham bolalar va o'smirlar gigiyenasi shifokorining o'rganish predmeti hisoblanuvchi yangi belgilar va sifatlarga ega bo'ladi. Akademik Vilkeshev salomatlikning bir muncha kengaytirilgan ta'rifini quyidagicha beradi. Salomatlik bu bolaning biologik yoshiga to'g'ri keladigan hayot faoliyati davomida jismoniy va intellektual xususiyatlarining garmonik birligi, o'sish jarayonida adaptatsion va kompensator reaksiyalarning shakllanish holatidir deydi. Individual salomatlikni xarakterlashda u tomonidan birinchidan aniqlab beriladigan odamning garmonik ko'p tomonlama, keyingisi esa yosh o'tgan sari o'zgaradigan ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlarini hisobga olish zarur. Tushunarli? Aniqlab beriladigan odamning garmonik ko'p tomonlama, yosh o'tgan sari o'zgaradigan ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlarini hisobga olishdir.
jamoat salomatligi xarakterlash uchun turli yosh jins guruhlarida jismoniy rivojlanishning tibbiy demografik ko'rsatkichlari, kasallanishning tibbiy statistik ko'rsatkichlari, bolalar nogironligi haqidagi ma'lumotlardan foydalaniladi. Bolalar salomatlik holatini baholash uning salomatligini keltirib chiqaruvchi mezonlarni xarakterlash salomatlikni aniqlovchi belgilarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bularga tekshiruv vaqtida hech qanday kasallikning yo'qligi, keyingisi garmonik va yoshga mos bo'lgan rivojlanish, uchinchisi organ va sistemalar funksiyalarining normal darajada bo'lishi va oxirgisi kasalliklarga nisbatan og'ishning yo'qligi, organizmning rezistentligi. Bolalar tibbiy ko'rik natijalariga asoslangan holda 5 ta guruhga bo'linadilar. Bular sog'lom, normal rivojlanayotgan funksional siljishlarsiz. Keyingisi sog'lom, funksional yoki katta bo'lmagan morfologik siljishi bo'lganlar. Bundan keyingisi kompensatsiya holatidagi kasallar. To'rtinchisi subkompensatsiya holatidagi kasallar va beshinchisi dekompensatsiya holatidagi kasallar. Mana shunday 5 ta guruhga bo'linadi. Birinchi guruh bu surunkali kasalliklari bo'lmagan bolalar, kuzatuv davri mobaynida kasallanmagan yoki kamdan kam kasal bo'luvchi va normal yoshiga mos bo'lgan jismoniy va neyropsixik rivojlanishga ega bo'lgan shaxslar, ya'ni sog'lom siljishlarga bolalar tushuniladi. Ikkinchi guruhda surunkali kasalliklar bilan og'rimaydigan, lekin ba'zi funksional va morfologik siljishlarga ega bo'lgan, shuningdek tez-tez yiliga 4 martagacha yoki undan ko'p yoki uzoq muddatga, ya'ni 25 kundan ko'p kasallanuvchi bolalar va o'smirlar tashkil etadi. Uchinchi guruh kompensatsiya holatidagi surunkali kasalliklar yoki tug'ma patologiyasi bo'lgan surunkali kasalliklarning o'tkirlashuvi kamdan kam va yengil o'tuvchi, umumiy holati va o'zini his qilishi sezilarsiz buzilishlar bo'lgan bolalar uni o'z ichiga oladi. To'rtinchi guruh subkompensatsiya holatidagi surunkali kasalliklari yoki tug'ma rivojlanish nuqsonlari bo'lgan o'tkirlashuvdan so'nggi umumiy holati va o'zini his qilishda buzilishlari bo'lgan o'tkir interkurrent kasalliklaridan so'ng cho'zilgan rekonvalessensiya davridagi, ya'ni kuzatiladigan shaxslar kiradi. Va beshinchi guruhga dekompensatsiya holatidagi og'ir surunkali kasalliklari bo'lgan va funksional imkoniyatlari sezilarli darajada pasaygan kasallarni kirgizishadi. Bunday kasallar umumiy profildagi bolalar va o'smirlar muassasalariga bormaydilar va ommaviy ko'riklardan o'tmaydilar. Insonning hayot sikli sharoitlari ravishda 3 bosqichga bo'linadi: yetilish, yutuq yosh hamda qarish davri. Organizmning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tishining xronologik chegarasini, uning o'sish va rivojlanishining o'ziga xosliklarini, atrof muhit bilan o'zaro ta'sirini o'rganish asosidagina o'tkazish mumkin. Bolalar va o'smirlar salomatlik ko'rsatkichlarining rivojlanishini bilish bunda shifokor, pedagog, ota-onalarga sodir bo'layotgan o'zgarishlarning tibbiy ijtimoiy mazmunini to'g'ri tushunishga hamda kasalliklar profilaktikasi va bolalar va o'smirlar salomatligini muhofaza qilishning asosiy yo'nalishlarini aniqlab berishga imkon beradi. Bolalar va o'smirlar organizmi o'sish va rivojlanish tempining tezlashuvini o'tgan avlodlar tempiga nisbatan solishtirilishi akseleratsiya nomini oldi. Uning mazmuni shundan iboratki, zamonaviy avlodda biologik yetilish bosqichi avvalgilariga nisbatan birmuncha erta tugallanadi. Akseleratsiya asosiy nazariyalar bu hayot sharoitlari, alohida omillarning ta'siri, elementar, nutritiv, yuqori informatsiya, genetik, siklik biologik o'zgarishlar, hayot sharoitlari omillari kompleksi nazariyasi, urbanik ta'sir hamda ijtimoiy biologik ta'sirlar kompleksini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari yana fiziko-kimik, geologen, ya'ni quyosh radiatsiyasining ta'siri, radio to'lqinli
magnitli ta'sirlar, kosmik radiatsiya ishlab chiqarishning o'sishi bilan bog'liq bo'lgan karbonat angidridning yuqori konsentratsiyasi kabi guruhlarni o'z ichiga oladi. Akseleratsiya muammolari nima bu? Quyosh aktivligining minimum yillarini akseleratsiya davrlari, maksimum yillarni esa retardatsiya davrlari deb atash mumkin. Odamning rivojlanishida eng nozik bo'lgan kritik bosqichlar mavjud. Tug'ilish va jinsiy yetilish. Ontogenezning aynan mana shu bosqichlarida himoya mexanizmlari hosil bo'lishi kerak. Akseleratsiya muammolari bolalarning biologik rivojlanishining ijtimoiy rivojlanishdan o'zib ketishi, ayrim kasalliklarning yosharib borishi, bolalar kiyim hamda poyabzallarining, maktab mebellari o'lchamlarining o'zgarishi hamda bolalar yoshiga mos kelmasligi kabi muammolardan iborat bo'ladi. Bugungi sizlar bilan o'tadigan ma'ruzamiz mana shulardan iborat edi. Kimda qanday savollar bo'lsa marhamat berishlari mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat.